Ko'p savol kelyapti. Kursingiz qancha vaqt bo'ladi? Narxini kelishtirib berasizmi? Yana skidkadagi narxini aytaman, skidka qilib bering deb ko'p qizlar yozishyapti. Qizlar, kursimni shu kungacha 250 mingdan sotib kelganman, lekin atigi 3 kunga 120 ming qilib qo'ydim. Nimaga? Chunki juda ko'p talab bor hozirgi kunda. Bilasizlar, kuzda to'y sezon boshlanadi. Ya'ni qo'l hunariga talab yana ham kuchayadi. Уже yangi ish boshlasangiz ham ancha daromadga chiqib olishingiz mumkin degani bu qizlar. Kursimda nimalar o'rgataman? Trenddagi do'ppi, juletkalarni o'rganasizlar. Smalar bilan ishlash texnikalari, shunaqa gulchalarni yasashlarni o'rganasizlar. Qancha vaqtda o'rganib olishim mumkin deydigan qizlarga, qizlar to'g'risini aytaman, buni qancha vaqt o'rganish o'zingizga bog'liq. Masalan, ba'zi bir qizlar bir haftada o'rganib olishadi. Men o'zim bir oy ham ketmagan bu hunarni o'rganishimga. Men o'zim o'rganganman, lekin men kimdandir o'rganmaganman. Shuning uchun menda ko'proq vaqt ketgan. Aslan mana tayyorlashlarimdan ko'rib o'rganasizlar va bu sizlarga bir haftada xolos 3 kunda o'rganib boshlash imkoniyatini beradi. Qachon boshlash, qanchada o'rganib bo'lish bu o'zingizga bog'liq qizlar. Bemalol shunaqa smallar bilan gullar yasashlarni o'rganasizlar. Trendga chiqayotgan o'sha juletka, do'ppilarni tikilish texnikalari, qoliplarni yasalish texnikalari hammasi noldan o'rgatilgan qizlar. Narxi ham unaqa qimmat emas. Bemalol qo'shilib o'qib o'rganib olsanglar bo'ladi. Agar kursga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, kommentda plyus qoldiringlar. Men o'zim sizlarga aloqaga chiqaman qizlar. Kursda hammasini to'liq o'rganasizlar. Instagram profil yurgizishni ham o'rgataman agar o'rganishni xohlayotgan qizlar bo'lsa, chunki ba'zilar Instagramni hali ishlatishni bilmaydi. Ya'ni akkaunt ochib biznes akkaunt yurgizishni bilmaydi.